Qisqacha endi o'zingizni tanishtiring. Kimsiz? Qayerdansiz? Nima bilan shug'ullanasiz? Hop, men ismim Abdulloh. Misolda. Bo'ladi. Men ismim Abdulloh. O'zim Toshkentliman o'rtacha bir 5 yildan beri o'zi har xil sohalarda aynan sotuv bo'yicha shug'ullanib kelganman. O'zim marketing sohasida ham, marketing bo'limida ham, sotuv bo'limida ham ishlaganman. Asosan tajriba o'quv markazidan desam bo'ladi. Hozir yangi sohaga transformatsiya, ya'ni shu aytganimdek avtozapchast ishlab chiqaradigan Toshkentda LN kompaniyasi bor. Bu kompaniyada aynan sotuv bo'limini shu paytgacha tabiiy ravishda bir adashmasam 2005-yildan beri bor bu kompaniya o'zi. Toshkentda deyarli o'sha hamma elektriklar, ya'ni o'zini ishini ustasilar hammasi bu kompaniyani biladi va Toshkent to'liq deyarli ta'minlangan ham bo'ladi. Muammo nimada? Bu kompaniyada hali sotuv bo'limi sistematik yo'lga qo'yilmagan. Tizimli ravishda yo'lga qo'yilmagan. Misol qanaqa ishlab kelingan desangiz, asosiy ya'ni ishlab chiqarishda qanaqa parcha 12 ga yaqin bir SKUlar bor, 12 ga yaqin tovarlar ishlab chiqariladi. Shu tovarlar faqat bozordagi optimchilar bilan dogovor qilingan holatda optimchilardan bozorga tarqaladi. Ya'ni Toshkent shahriga yana qanchadir protsent viloyatlarga olib ketadi bir xil avtoyuklar. Bu yerda aniq raqamlar raqamlashtirilmagan. Hozir misol uchun qancha bir aytaylik Farg'atsidagi avtoyuk menga bu oy 150 ta kerak deydi, keyin bo'ldi. O'sha u yoqdagi tsepotchka yo'q, u yoqdagi mavhum. Ya'ni prognoz yo'q sizlarda, to'g'rimi? Prognoz yo'q, o'sha sotuvlar ham tushish jarayoniga kelyapti-da. Endi qayerda sotuv tushib ketyapti, raqamlarda o'sha mavhumlikda, chunki keyingi manba do'konlar qaysi do'kon olmay qo'ydi yoki o'zi vobshida qaysidir konkurent ulush ko'payganligini hisobiga sotuvimiz tushyaptimi yoki o'zi olmayaptimi klientlar, o'zi yoki bozordagi mijozlar kamayyaptimi? Chunki bu aytaylik bitta mahsulotni tushuntirib beradigan bo'lsam, start stop degan, ya'ni mashinani zavod qilishda kalit bilan emas, knopka bilan qilish kerak bo'lgan funksiyani bajaruvchi bir mexanizm bor. Shuni ishlab chiqaramiz. Buni sotuvi deyarli bir martalik, bitta o'rnatgandan keyin bo'ldi. Uni qanaqadir bir qayta sotuvi yoki bir LTV'si bo'lmaydi. Shuni hisobiga umumiy Toshkentdagi balki prognoz bor. So'kinib ordilar ko'proq. LTV degani bu umumiy lifetime value, ya'niki bitta odamga bular bironta mahsulot sotsa, aytaylik sizni avtomobilingiz, kimning mashinasi bor, qo'l ko'taringlar. Aksariyatimizda bor. Kimda start stop bor, ya'niki o'sha knopka bilan yoqadigan, 1 kishi, 2, 3, 4 ta. Sizlar start stop bir marta sotib olasizlarmi yoki ketma-ket almashtirasizlarmi? Bir marta. Ya'niki shuni aytmoqchilar, biza sotadigan mahsulotni odamlar umrida bir marta sotib oladi, boshqa almashtirmaydi demoqchilar. O'sha LTV'si kam degani shuni anglatadi. To'g'rimi? Yaxshi, xo'p. Nima kutuv endi razbordan? Xo'p, kutuv Toshkent shahrida, ovatda olganlar oyiga taxminan bir umumiy aynan start stop produktini o'zini ko'radigan bo'lsa, bir 300 ta sotuv bo'lsa, misol 300 ta Toshkent. 300 ta Toshkent. Lekin olganlar aytaylik 3 ta avtoyuklar. Farg'atskiy, yana Sergeli, yana bir ikkita avtoyuklar, Sayram. Aniqlashtirib olamiz. 3 ta avtoyuk 300 ta продажani ta'minlab beradi. Shunaqa. Bitta produkt uchun. Hozir olingan o'rtacha anaqa sonlar. Endi bu avtoyuklar faqat Toshkentdagi do'konlarga emas, ba'zilari yana viloyatdan ham qanaqadir avtoyuklar keladi-da, Toshkentdagi avtoyukdan olib ketadi. Endi qanaqa viloyatda ham ehtiyoj bor, faqat viloyatgacha to'liq biz bilan ofitsialniy qanaqadir dilerstvo yoki eksklyuzivniy dilerstvo yo'lga qo'yilmaganligi hisobiga ular Toshkentga kelib olib ketyapti. Endi biz o'zimiz qanaqadir deal qilaylik-da, viloyatlarga chiqaylik. Lekin buni hozir Toshkentdagi muammo nimada desangiz, misol uchun aytaylik, agar distributsiya yo'lga qo'yilsa, har bitta nechtadir agent qo'yilsa qanaqadir zonalarga, distributsiyani o'rganib chiqqanda, misol agentlar qo'yiladi. Ketib qolamiz. 300 tani qancha qilmoqchisiz yoki umumiy raqam ayting, что mana shu maqsadga erishmoqchiman, keyin chuqurlashamiz. Mana A nuqtamiz deylik. Bizda 300 ta продажamiz bor, Toshkentda bor. Hop, maqsad qanaqa? Xo'p, Yo'q, qarang. Mana tushuntiraman. To'g'ri savol bo'lishi mumkin, lekin ishlab chiqarishi bular xohlashsa boshqa joydan, Xitoydan olib kelishi ham mumkin. Bizning asosiy maqsadimiz mijozni ushlash. Ya'niki sotuvni oshiraman degani doim ham ishlab chiqarish quvvatiga bog'liqman degani emas. Har doim ham. Chunki sizlar agar mijoz qo'lingizda bo'lsa, istalgan payt boshqa joydan zakaz qilib ishlab chiqarish себестоимостini tushirish evaziga yutib ketishingiz mumkin.
bozorni kim doim kontrol qiladi? Mijoz kimning qo'lida bo'lsa. Mana marketplace'da savdo qiladiganlar bormi oramizda? Onlayn savdo qiladiganlar. Bitta, yana kim? Ikkita, uchta. Endi savol sizlarga, nima marketplace? Uzumda savdo qilasizlarmi? Savol, uzumdan siz kim sizdan sotib olganini ko'rasizmi? Aynan kimligini faqat bitta spermasida ko'ramiz. Hop. Qayerda sotib olgan? Yo'q, mana qarang. Ismi Ahmadjon, yoshi, telefon raqami. Ko'ra olasizmi? Muhim emas bu. Yo'q, ko'ra olasizmi yo'qmi? Telefon raqami emas, faqat ismini, qayerdan sotib olayotganini ko'ra olaman. Unga aloqaga chiqa olasizmi yo'qmi? Keyingi safar sotib olgin deb. Yo'q. Yo'q, endi savol. Ertaga agarda narxinglar konkurentsiyaspособный bo'lmasa, ya'niki turib bermasa konkurensiyaga, uzumda sizlar mijozga dostupinglar yo'q, qanaqa rivojlanmoqchisizlar? Ya'niki mohiyat nimada? Hozir qiynayapti. Oddiy minda. Aha. Endi savolingizga javob, sizni ham savolingizga javob. Agarda biz rivojlanmoqchi bo'lsak, oxirgi iste'molchi haqida qo'limizda bo'lishi kerak. Ishlab chiqarish, boshqa umumiy faktorlar, bular hammasi ikkilamchi. Oxirgi mijoz qo'limizda bo'lsa, istaganimizni qila olamiz. Qabulmi? Все, davom etamiz. Aytaylik, bir nuqtani mingta desak, mingta sotib, aynan bu produkt misolida ko'rib chiqsak, menimcha qulayroq bo'ladi. Mingtaga chiqishimiz kerak. Da. Hop. Hop, endi Nima yetishmayapti deb o'ylaysiz? Mingtaga. Mana уже bu hafta Samarqandga chiqamiz. Samarqandda уже qanaqadir avtoyiklarni через network topdik ham, kontaktini borib gaplashib, уже qanchadir kollektiv deal qilib kelmoqchimizda, lekin bu yerda savol bo'lyaptiki, agar biz agentlik qo'yadigan bo'lsak, misol uchun Samarqand shahri viloyatlariga qanaqa zonalarni belgilab turib agentlik qo'yadigan bo'lsak, ularga plan bilan давайте bu analiz qilamiz, bozorda o'zi qancha do'konlar bor, avtozapchast do'konlar yoki balki elektriklar. Hop. Ularga chiqib birma-bir sotib chiqish-ku uni vazifasi. Lekin hozir avtoyik bilan agar biz kelishadigan bo'lsak, o'zi shundoq ham avtozapchast do'konlar avtoyikka boradi, o'zi zakup qiladi, keyin sotadi. Qachongacha degan savol bor. Demak, bu yerda avtoyiklar o'zi roli umuman chiqib ketyaptimi shunda? Hozir chuqurlashamiz. Bo'ldi. Demak, maqsadimiz mingta. Biza eng effektiv yo'l bilan kam xarajat qilib mingtaga chiqishimiz kerak. Deyarli 3 barobar o'sishimiz kerak. Shunaqa. Tushunarlimi? Auditoriya tushundimi? Zaprosni biza 3 barobar o'sishimiz kerak, kam xarajatli evaziga. Abdulloh akaga bitta qarsak chalib qo'yaylik, boshlaymiz. Yaxshi. Endi umumiy biznes model nuqtai nazaridan to'xtaladigan bo'lsak, bularda hozir distributsiya, ya'niki bor ishlab chiqaruvchi, undan keyin bor avtoviklar olib turibdi. Endi bular avtovikdan buyog'ini ko'rmayapti. Ya'niki gluxoy, ko'zi bog'langan. Avtovikdan kim olib ketyapti? Viloyatdan kimdir kelibmi yoki qaysidir do'kon olyaptimi? Umuman nazoratni, tsepotchkani kontrol qilisha olmayapti. Savdo tushib ketsa, bularda savol avtoviklarga Ahmadjon aka cho'ta bugun olmay qo'ydingiz deganda, faqatgina avtovik sizga zakaz bersa, zakaz bor, bo'lmasa yo'q. Shunaqa. To'g'rimi? Zo'r. Endi qaranglar. Distributsiyani umumiy tsepotchkasi bo'yicha bitta tuzib olaylik. Tepada bizda kim turadi dedik? Ishlab chiqarish. Zo'r. Undan keyingisi hozircha kimlar turibdi? Avtoyiklar. Avtoviklar turibdi. Avtoviklardan kelib kimlar olib ketadi? Do'konlar. Yoki do'konlar yoki Elektriklar. aytaylik viloyatda eng kattalar, distributorlar deymiz, to'g'rimi? Unda. Undan keyin kimlar turadi bu yoqda? Ustalar bo'lishi mumkin yoki oddiy end user. Zo'r. Mijozlar. Yoki usta, yoki o'sha avtomobil egasi, to'g'rimi? Avtomobil egasi. Yaxshi. Endi bizani asosiy maqsadimiz nima qilmoqchimiz? Biz ishlab chiqaruvchi bo'lib turib, biz avtoviklarga bog'lanib qolmoqchi emasmiz, chunki ularni qo'lida raqamimiz, ya'niki bizani mijozlar hozir ularni qo'lida. Mana bularni kosveniy urishimiz kerak biza. To'g'rimi? Endi qisqacha savol sizga. Qayerda mana shu usta va avtomobillar aynan sizni mahsulotingizga ishi tushib to'planadigan joy bor? Ya'niki, misol qilsak. Tasavvur qiling, bor daryo, to'g'rimi? Umumiy daryoda juda ham ko'p baliqlar bor. Biza qarmog'imiz bir dona. Bir dona qarmog'imiz bor. Bizga vazifa berilgan. Mana shu bir dona qarmoq bilan maksimal ko'p baliq ushlashing kerak degan. Savol, biza qarmog'i qaysi joyini tanlaymiz? Daryoni qaysi joyga tashlaymiz? Bu joygami, bu joygami, bu joygami? Boshiga. Nimaga? O'shatda o'tadi. Zo'r. Boshiga dedilar, kimda qanaqa variant? Zo'r, tor qismi qani bu yoqda? Avval tor qismini topib olishimiz kerak, to'g'rimi? Yaxshi. Endi
To'g'ri aytdinglar, xuddi shunaqa asosiy maqsad biza avval topib olishimiz kerak, daryoni qaysi qismida tor bo'g'in bor, ya'niki siqilib hamma baliqlar o'sha joydan o'tadi. Hammasi. Endi savol sizlarga, ustalar ham va avtomobil egalari ham biza xohlayotgan ikkita odam qaysi joyda uchrashadi? Hop, bitta variant do'konda ekan, yana ustaxona. Avtoservisda uchrashadi, to'g'rimi? Shunaqa avtoservis. Avtoservislarda. Endi savol, sizlarning bozoringlarda, ya'niki O'zbekiston bozorida nechta avtoservis bor respublika bo'yicha? Avtoservislarni aniq hozir menda raqam yo'q-ku. Hop. Kim yordamga keladi? Juda ko'p. Yo'q, raqam kerak bizga. Bizani ugadovich qilmayapmiz. 5000 ta deyapsiz. Hop, 5000 ta. Bu taxminmi? Taxmin ekan 5000. Yana kimda taxmin bor? Aytinglar, taxmin qilamiz. Yaxshi, ChatGPT dan ma'lumot so'ra olamizmi? So'raymiz. So'ra olamizmi? Qani, so'raymiz. Nechta ekan? 5000 ta. Aniqroq ayting. 4984. 4984 plus minus 5000 ta deb olamiz. Bu ro'yxatdan o'tgan. Ro'yxatdan o'tgani hali. Hali mahalladagi uголокdagi Ahmad akani avtoservislari yo'q bu yoqda. To'g'rimi? Yaxshi. Endi savol, 5000 tani prosta viloyatga sochib olsak nechtadan tushadi? Hozir bu yerda to'liq 5000 tani sochib olamizmi degan savolim borda. Unda chunki aytaylik avtoservis degani bilan avtoservisda aynan elektrik chastini biz Osiyo to'g'riroq emasmi? Chunki necha foiz elektrik chasti? endi bu ham taxminan hozir aytishim mumkin emas hozir. Hozir balki GPT ga O'shanga aytdimmi? Yoki unaqa emasmi? Har bittada bor deyshadi 5000 ta. Yo'q, har bittada yo'q. Nechtada? O'z zo'r. Ro'yxatdan o'tgani borki, har bittasida bo'ladi-da. Ro'yxatdan o'tgani borki, nimaga unaqa dokumentida shunaqa ko'rsatiladi? Reglament. Yo'q, mana qarang, avtoservisda misol uchun aytaylik hozir umuman boshqa bitta sherikchilik loyiha ham bor. Aytaylik, zamin masla avtoservisi, bu ham avtoservisda. Lekin zamin maslada navratli bu yerda elektrik chasti bo'ladi. Chunki 15 ta filial bor, misol Toshkentdagi bitta University degan avtoservis bor, u yerda elektrik chasti yo'q. U yerda даже sotilmaydi ham. Bunaqa narsalar yoki unga ehtiyoj ham yo'q. Faqat moy almashtirish uchun keladi klient и elektrik chast boshqa yoqda, aytaylik, qanaqa tuning bo'lishi mumkin. Tuning avtoservislarini o'zini filtr qilib olishimiz kerak, menimcha shuni to'g'ri bo'lsa kerak. O'sha necha foiz mana qarang. 5000 tadan biz chiqdik, primo yurdik, avtoservischilar ko'chasida necha foizi aniq ayta olasiz, что sizning kategoriyaga to'g'ri keladi? Hozir men aytganim bilan prognoz bo'ladi, baribir. Hop, taxmin bo'ladi. Minimum ayting. 50% 50% bor. bo'larmikinda? Qabulmi 50%? Va minimum olaylik 50% qabul. Demak 2500 ta. To'g'rimi? Zo'r. Endi savol, viloyatlar kesimiga sochib oling. 200 tadan Plus minus shu atrofda. Plus minus. To'g'rimi? Demak 200 tadan deb prognoz ola olamiz. Bizda har bitta viloyatda avtoservislar bor ekan. To'g'rimi? Endi bizani asosiy maqsadimiz nima? Bizani mijozimiz ham, bizani tavsiya qiluvchi o'sha usta ham bitta joyda uchrashar ekan. Agarda edi bizani mahsulotimiz o'sha avtoservisda bo'lganda edi, ehtimolligi qanchalik sotilish, qo'yilish ehtimolligi? juda yuqori. Yuqorimi? Ya'niki hozir Toshkentga kelib, Aptavikdan olib ketib turgan avtoservischi, avtoservis rahbari primo o'zini do'konida bo'lsa, qo'yish ehtimolligi kattami? Shunaqa. Katta, zo'r. Endi savol, biza nima qilib, mana shu 2500 tani kam xarajat bilan bittada usha olamiz? Hop, sразу keladigan fikr bu birma-bir har bitta avtoservisga borib chiqish. Birinchi variant deymiz. Birinchi variant deylik. Hop, birma-bir. Qanaqa qilib menga mana tasavvur qiling. Men biznes egasiman, sizga aytdim. Abdulloh 2500 tani aylanib chiqishi kerak. Sizdan vaqt so'rayman, menga budjet aytasan va vaqt aytasan. Budjet nima uchun? Aniq menga yozib ber va deadline. Qaysi muddatgacha sen 2500 tani aylanib chiqasan? Desam, nima deb javob berasiz? Bunga hozir kalkulyatsiyasiga kirishib o'ylab ko'rish kerak. Aynan nimaga budjet? Chunki mana bir kunda o'zi qancha avtoservisgacha borish, ya'ni mana yaqinda qilgan ishimiz nima bo'ldi? Toshkent bo'yicha mana mavhum dedik-ku, oxirgi aynan aytaylik do'konlarni bizda datasi yo'q. O'yladik, что rayonlarga bo'lib chiqdik. Olmazorda bitta analitika qilib ko'raylik, qani qancha do'kon olmayapti.
и Yandex Mapsga oddiy kirib turib, nechta avtozapchast do'kon bor. Hop. O'rtacha bir 29 ta chiqdi Olmazor o'zida. Hop. Ular endi anaqa Mapsda ko'ringani. Hop. И o'shalar bo'yicha aylanib chiqdi. Qanchadir bir Qancha aylanib oldi? 50-60% ni aylanib chiqdi. Bir kunda bitta odam qancha aylana oldi? Hop, bir kunda o'rtacha no biz aylana olganimiz 10 ta deylik o'rtacha. 10 ta. Bo'ldi, 10 ta bo'lishi bo'lgan ekan, bu fakt, to'g'rimi? Bu Endi fakt. oramizda oziq-ovqat distribyutorlari bormi? Mahsulotlarni do'konlarga tarqatuvchilar. Bitta. Agentlaringiz nechta aylanadi kuniga? 30 tadan 50 ta. Doğru. Ancha boyovoy agentlik ekanda. O'rtacha qaranglar, Plan berilgan. plan berilgan, fakt shunaqa aylanadimi? Yaxshi. O'zi mировой reglamentda olsak, o'sha distributsiya kitoblarida yozilgani 20-25 atrofida, orasida. Ya'niki bu masofaga, viloyatga bog'liq, qanchalik uzoq, yaqin agentning mashinasi bor, yo'qligi. Lekin o'rtacha 20 ta 25 ta bemalol peshkom aylana oladi agent. O'sha do'konlarni orasida deymiz, oralig'ida. Endi savol, tasavvur qiling, 20 ta 25 ta aylana olsa bitta agent. O'sha siz aytgan uslub bilan biz qanchada 2,5 ming tani aylanib chiqamiz? Odam soniga bor. O'zlari aytsinlar, mana rahbar nechta odam kerak, budjet aytsinlar menga, vaqt aytsinlar. Xohlasangiz 10 ta deng, xohlasangiz 100 ta deng. Men keyin aytaman, uncha pulim yo'q deyman. To'g'rimi? Hammamiz tadbirkormiz, unaqa cheksiz pulimiz yo'q-ku. Hop, 2,5 mingta do'konni Aha. 2,5 mingta emas, mingtasini aylansada bir 50% natijani bo'lsa ham oladilar. A nimaga 50%? 100% ga qarab 100. Yo'q, nimaga 50%? 100% sizga yetarli mablag' yo'q. Tushundim, aytmadilar-ku hali. Qayerdan bilasiz men mablag'ni? bu yerda o'zi aslida mana distributsiyada agent bo'lib hozir agar harakatlansa qancha budjet ajratlanishi kerak degan savolga tushamiz. Siz variant aytdingiz, birinchi variant. Menda hali to'liq agentlarni qanaqa necha pul oylik yoki fiksa yoki bonus ishlatinadimi degan bitta anaqa yo'qda. Shuncha odam siz podдержка qilasizlarmi? Bitta qarsak chalib qo'yinglar. Necha pul agent oyligi? 5 milliondan 10 milliongacha. Yo'q, 5 million ekan fiksasi. Plani shunda kuniga 20 ta oling. 20 ta oling. Bitta agent qancha aylanadi bir haftada? Bir hafta bor. Zo'r. Yakshanba dam olsin agent. Mana 120. 120 ta deylik. Zo'r. Bir oyda qancha aylanadi? 4 hafta deymiz. Qancha? 480. Demak bizaga bir oyda aylanamiz desa nechta agent kerak? 2,5 ming bo'ladi. Qancha? 5 ta kerak ekan? Zo'r. Qancha? 6 dan 5 dan? 5 ta yetadimi? Zo'r. 5 ta agent kerak ekan bizaga, to'g'rimi? Va ular har bitta tochkaga bir oyda bir martagina kirsa, "Assalomu alaykum Ahmad aka" deb, keyin ikkinchi oyga ko'rishsa ular bilan, ya'ni bir oyda bir marta kirsa, biza 5000 ta atrofida do'konni aylana olar ekanmiz. 2,5 ming ta? 2,5 ming to'g'ri. Yaxshi. Endi 5 ta agentning budjeti bizda necha pul bo'ladi? 5 million so'mdan olsak? 25 million so'm. Yaxshi. Endi savol, bormi 25 million? O'rtacha qancha sof foydamiz bor dedik? 10 milliondan 30 milliongacha bu qatlam, to'g'rimi? Bizda 25 million so'm yo'q. Abdullo ukam deydi biznes egasi. Menda deydi, senga 10 million so'mim bor. Endi sizning maqsadingiz rahbar sifatida 10 million so'mni shunaqa samarali ishlatingki, siz maksimal savdo olib kela olasiz. Nima qila olasiz? Birinchi sразу keladigan yo'l bu agentlarning sonini kamaytirib, aynan 10 millionga распределить qilish. Hop. Bo'lishi mumkin. Endi qarang, zo'r. Bu yo'lda davom etadigan bo'lsak, tasavvur qilinglar, o'sha avtoservisga bo'lsin, boshqaga bo'lsin, men birinchi marta agent bo'lib, eshigini taqillatib bordim. Ahmad aka, assalomu alaykum. Mana qo'limda start stop bor. Olasizmi dedim. U biznes egasi, o'sha avtoservis egasi meni tanimaydi. Savol, mendan sotib olish ehtimolligi qancha? Meni nima uchun olishim kerak? Ya'niki
produktim unikalmi bozorda yoki nomim bormi, tajribam bormi, aynan nima uchun mendan sotib olish kerak? Hop, nomam bor. Agar endi viloyatga nisbatan Toshkentda ancha tarqalganligini hisobiga kerak bo'lsa Topvoy elektrik ekspertlar taniydi bu mahsulotni. Bu brend tarqalgan. Hop. Endi viloyatda qanaqa buni o'zim aytishni bilmayman-ku, lekin brend borlikka bor. Qanchadan beri borsizlar bozorda? 2005-yildan beri. Zo'r. Ya'ni ancha yillik tajribangiz bor bu bozorda. Shuni. Yaxshi. 2005-yildan beri. Hop, keyingisi yana faktor. Nima ikkinchi faktor? Nimaga mendan olish kerak? Hop, produktni unikal desa ham bo'ladi, chunki boshqa konkurentlarga nisbatan uni aytaylik, misol uchun mana kastel qilganimizda ham har bir do'konchilardan nimaga aynan LN produkti, nimaga Magicar emas deganimizda, chunki Magicarda aytaylik sotgandan keyin yana klient o'sha end user qaytib olib kelish mumkin, buning ishlamadi yoki buning ma'noda qanaqadir zamikani bo'lib qoldi degan boshoruv bo'lishini aytadi do'konchilarning o'zi yoki aptekalarning o'zi. Sizlarniki lekin ketadi, qaytib kelmaydi. Zo'r. Chunki raqam bormi? Necha foiz? Biz ishlab chiqaruvchi bo'lsak, 100% prям. 100%. Forddan ham o'tib ketasizlar. Ya, real, chunki qaysi oluvchi, mana qaysi misol uchun bitta Olmazorga emas, qaysi rayonga kirib biz qisqacha bir kastel qilmoqchi bo'lganimizda ham уже bor. Biz start-stop deganda sразу LN taklif qilishadi. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi deb prosta customer sifatida, ya'ni mijoz sifatida so'raganimizda ham eng zo'ri siz LN oling, bo'lmasa hamlari bundoqroq deydi. YouTube'ga chiqadi lekin qarang. Ya, bemalol. 100% garantiyalar bor. Yaxshi. Bitta qarsak chalib qo'ying, 100% aka. Molodsi. Fordda ham 0.01% deydi-da ularda bir aks. Endi shunaqa naqsa bo'ladi, lekin mana уже shu darajada bo'lgandan keyin produkt sifati уже fake'ni ham chiqarib bizani nomimizdan foydalanib anaqa qilish boshlandi. Shuning uchun ham o'zi polni yurdik bozor. Hozir misol uchun qanaqadir ma'noda sotuvga ta'sir qilgan narsa ham bo'lib qoldi bu. Yaxshi. Bir xil produkt, bir xil упаковка qilishyapti, lekin ozgina farqi qilib xullas amallashyapti. Molodsi. Yaxshi, 100% anaqa. Shuni o'zi ham katta kuch beradi. Yana nimadir bormi? Qo'shimcha yoki yo'q? Nechta konkurentinglar bor? Asosiy o'yinchilardan Magicar bor. Bir 3-4 ta aktiyni anaqa desa bo'ladi. Ya'ni bitta do'konga kirganda 3 xil 4 xil aytaylik start-stoplar turadi. Eng asosiysi qaysi? Magicar. Ya'ni Magicar'ni dolyasi, hozir Magicar'ni dolyasi sizlardan kattaroq, to'g'rimi? Aynan sizlardan ko'proq sotiladimi? Yo'q, menimcha bir xil bo'lsa kerak-ki, bizdan ko'proq ham bo'lsa kerak. Uni nimaga sotib olishadi? Uni arzonligi uchun. Qancha farq narxda? Farqi 2 barobar ham bo'ladi, 2 barobar arzon. 2 barobar. Zo'r. Ikkisi narx bor ekan. Yana? Asosiy narx. Mana misol uchun sifat uchun narx qimmatroqda o'z produkt, lekin do'konchilarda ham birlardan eshitganda qanaqa insat beradi? LN turibdi sotishga и Magicar turibdi. 2 barobar arzonligini hisobiga ularda ustiga qo'yish mumkin bo'lgan foydasi, marjasi ko'proq и interes bo'li Magicar sotganim yaxshiroq deydi, lekin ertaga bosh og'rig'i bu yerdan kelib turadi-da. Ну, chiqyapti qanaqa produktlar shu marjasini hisobiga sotyapti. Yaxshi. Xo'p, yaxshi. Преимущество o'sha kuchli taraflarimiz biz 2005-yildan beri bor ekanmiz, 21 yildan beri bozorda ekanmiz, to'g'rimi? 100% bizga garantiya bera olar ekanmiz, umuman birak chiqmas ekan bizning mahsulotlar. Yaxshi. Yana bitta преимущество zavodda O'zbekistonda bo'lganligi hisobiga Magicar yoki boshqa yana anaqalar, endi Magicarda bilmayman qanaqa servis sentr bormi yo'qmi, Xitoydan sotib kelishadi-da. O'tda уже bitta sotilgandan keyin oxir oqibat manbo chiqib qolsa, klientda boradigan joyi yo'q. Ya'ni sizlarda servis sentr bor. Agar ozgina nimadir ishlamay qolsa ham sразу tekinga aniq beramiz. Juda zo'r. Zo'r. Endi o'sha gap 10 million so'm budjetga nima qilishimiz kerak? Bu yerda yana ideya kelyapti hozir. Aynan ana birinchi yo'l bilan ketadigan bo'lsa, shu 10 million so'mlik agentlarni ishga olib ishlatishimiz mumkin yoki undan ham ko'proq aylana oladimi? 2-3 barobarga aylana oladimi? Yo'q, 2-3 barobar aylanmaydi, o'sha aylanadi, faqat vaqt uzayadi. 2-15 bir o'ttiz. Yo'q. Ya'ni men pul bilan to'lamayman, vaqt bilan to'layman. Tushunaman. Sizga variant anaqa berildi, zadacha berildi, 1 oyda aylanib chiqish kerak.
ikkinchi yo'li kelyapti hozir. Qanaqadir bilmayman endi. Bu ham yangi experience bo'lishi mumkin. Hozir qanaqa o'qitim yo'q bu sohada-ku, no avto forumlarda ishtirok etib, bu yerda chunki avtoservis egalari ishtirok etadi yoki elektriklar ishtirok etishi mumkin. O'sha yerda qanaqadir mahsulot prezentatsiyasini qilib, primoy lidlarni olish mumkin deb o'ylayapman. Balkim. Endi tezroq bozorga kirish yo'lini ko'ramiz. Endi qaranglar, qisqacha o'zimizni tajribani gapirib beramiz. Istalgan bitta bozorga yangi produktni qo'shishimiz kerakmi? Biza aynan o'sha yo'nalishdagi ekspertni topishimiz kerak. Ya'niki, agar hozir masalamizni parchalasak, atomlarga parchalasak, bizaga qanaqa odam kerak? Biza qidirayotgan 2,5 mingta do'konni bilgan va unga sota olgan odam kerak. O'zini tajribasida. To'g'rimi? Endi sizga savol. Qarang. Bizning mijozimiz kim deb oldik? Bizning mijozimiz kim ekan? Avtoservis. To'g'rimi? Avtoservis. Endi sizga savol. Aynan avtoservisga sizdan oldin mana shu 2,5 mingta avtoservisga nima mahsulotni kim sotgan bo'lishi mumkin? Boshqa yo'nalishda. Boshqa yo'nalishda. Aynan avtoelektrik emasda boshqa yo'nalishda boshqa. Etili boshqa yo'nalish moy sohasida bo'lishi mumkin. Birinchisi moy. Moy sohasida bo'lishi mumkin. Unda Etili katta kompaniyani bu yerda distributsiyasini olgan kompaniyada odam bo'lishi mumkin. Bilmadim, Etili Lyukimoli brend bor. To'ppa-to'g'ri. Shuni olib kirgan odam qanaqadir O'zbekistonga tarqatadi. Yaxshi. Shuni tajribasi bor deb o'ylayman. Yana ikkinchisi? Yana kim bo'lishi mumkin? Balonchilarmi? Balonchilar. Yaxshi. Yana? Beringlar variant. Tormoz, kalotka kiradimi? Kirmasa yo'q, kirmaydi deng. Yo'q, kiradi. Endi bu yerda asosiysi o'sha masshtabni sotuv qila olgan odam kerak o'ziga. Tormoz, kalotka yana? Tonirovka deyishyapti, kiradi. Nima? Akkumulyator bo'lishi mumkin. O'sha lampochka har xil nimalar sotadigan firmani topib. Lampochka, akkumulyator. Da. Da o'sha moy kategoriyasiga kirib ketadi. Lampochka, xo'p, antifriz moyga kirar ekan, yana? Bormi yana? Akkumulyator yaxshi variant. Hop, akkumulyator. Endi savol sizga. Aynan mana shu 5 ta yo'nalishda ishlab turgan korxonalar nechta O'zbekistonda? Yetarlichami? Yetarlicha. Endi savol, xuddi siz qilmoqchi bo'lgan ishni qilib ko'rganlar bormi yo'qmi bozorda? Yo'q, albatta bor. Bormi? Nechta ular? 10 tadan ko'pmi? Ko'p. 10 tadan ko'p, to'g'rimi? 10 plus. Bozorda qilib ko'rgan ekspertlar deymiz. Endi savol, qanday qilib biz o'sha kompaniyada ishlab turgan, aynan o'sha 2,5 mingta tochkani biladigan odamni topa olamiz? Yaxshi, qiyin. Bo'lmasa razborga yig'ilmasdi-ku. Bir. Yana bir marta savolimizni qaytaraman. Qanday qilib biza mana shu 2,5 mingta do'kon qo'lida bo'lgan va mana shu top 10 talik kompaniyada ishlagan odamni topa olamiz? E'lon berib. Zo'r, birinchi variant e'lon beribdilar. Stop. E'lon bersak, bizaga ish keladimi? Qaysi topoviy sotuvchi o'zi ish qidiradi deb o'ylaysiz? Yaxshi. Yana? Do'konni o'zida san kim olib beradi? Hop, ikkinchi variant yana? Avtoservis o'ziga borib turib, senga buni kim olib beradi deb shu odam. 2,5 mingtaga yana yurib chiqamizmi? Ha, nima qilamiz? Yaxshi oylik taklif qilish kerak. Ha, bittasiga borib so'raymiz. Sotayotgan odam ana shu regionda boshqaradi-yu. Zo'r. E'lonni berishda ham borda, har xil e'lon berib turib ham bu xodimni chaqirish imkoniyati Yaxshi bor. oylik taklif. U ko'rish ko'rmasligi garantiya bormi bizda? Necha foiz ehtimolli? E'lon bersak. Bo'l, savol qarang. Telegramda bitta savol beraman. Telegramda nechta kanalga obunasiz? 20 ta tomosha. 20 ta. Hammasini o'qiysizmi? O'zingga kerakli bo'lganiga a'zo bo'lganmi? Ha, вот именно. Endi savol, sotuvchi qachon ish qidiradi? Endi yana bitta narsa bor-da, bitta. Yo'q, savolga javob bering, bo'l, keyin eshitaman. Savolga javob bering. Savolingizga o'sha savol bilan javob beraman. Ha? O'zini qoniqtirmasa. To'ppa-to'g'ri, qoniqtirmasin. Ha? Qarang, o'sha top menejerlar, sotuvchilar to'g'ri ish qidirmaydi,
lekin ayrim sabablarga ko'ra shunaqangi chopiladiganlari bo'ladi. Chunki bu agent sohasida, sotuv sohasida u tabiiy hol. Chopilgandan keyin u boshqa joydan ish qidirishga harakat qiladi, baribir. Ko'rmaslik iloji yo'q. Hech kimni ish joyi, misol uchun san bu yerda 5 yil, san bu yerda 10 yil ishlaysan deb belgilab qo'yilmagan. Nisbat. Oddiy misol mana Coca-Cola'ni olding, Pepsi'ni olding, oddiygina qidirmaydi deysizmi? Ishlaydi, 3 oydan keyin o'tiradimi yo'q, hech kim bilmaydi. Misol uchun u top meni o'sha sotuvchilar baribir qatdandir ish qidiradi. To'g'ri. O'shani orasida chiqib qolishi mumkin ekan. Rahmat. Endi qaranglar. Biz baliq ushlamoqchimiz. O'sha misolimizga qaytamiz. Biz mana bu yerga qarmoq tashab turib, qachon ilinishini kutganimiz ma'qulroqmi? Yo konkretniy hovuzga borib, shuna baliq olganimiz yaxshiroq. Birinchi variant yaxshiroqmi? Zo'r. Endi hovuzni topamiz. Hovuz qayer? LinkedIn bo'lishi mumkin. Zo'r. O'sha xodimlar o'zini profilini qoldiradigan platformalar bo'lishi mumkin. Birinchisi SNGda ko'p tarqalgan qaysi platforma? To'g'ri, Headhunter. hh.uz. To'g'rimi? Endi savol, buni ham o'zini reglamenti talabi bor. Biza qanaqa topishimizni. Birinchi bo'lib, biza ko'p kishi mana Headhunter deganda ko'p kishi xayoliga keltiradi e'lon berish. Ya'ni vakansiya publikatsiya qilish. Bu yoqda publikatsiya qilishdan tashqari yana siz umumiy rezyumelarni qidirsangiz bo'ladi, dostуп sotib olish. Ya'niki men misol uchun qachondir o'zim rezyumemni so'zat qilib qo'yganman, kompaniyamni kiritib qo'yganman. Shu men bu kompaniyada ishlayman. Men shuncha yildan beri va men hozirda ish qidirmayotgan bo'lsam ham meni bazamni Headhunter sotadi. Shundan pul qiladi ikkala taraflama. Birinchisi demak e'lon berib pul qilar ekan, to'g'rimi? Ikkinchisi rezyumega dostуп sotar ekan. Endi savol, men shu rezyumega dostupni sotib olib turib, butun O'zbekistonga biza o'zimiz 10+ deb sanagan boyki top kompaniyalarimiz bor edi-yu. O'shalarni nomini yozib qidirsak bo'ladimi? Bo'ladi. Ishlovchi xodimlar. Qidirsak bo'ladimi? Kim qo'shilmaydi? Hamma qo'shiladimi? Bitta qarsak chalinglar unda. Bormisizlar? Yaxshi. Endi qaranglar. O'sha 10 ta kompaniyani nomini yozib qidirganimizdan keyin, misol uchun aytaylik, John Andrew korxonasi deymiz. Boshqa korxonalarning nomini yozmay turaylik. Pozitsiyasini yozasiz. Qaysi pozitsiyadagi odam qidiryapsiz? Misol uchun agent po продажам yoki menejer po продажам yoki va hokazo. O'shanaqa deb yozsangiz yoki просто agar bunisi chiqmasa, просто korxonaning o'zining nomini qoldirasiz, sizga o'sha korxonada ishlab turgan odamlarni yoki ishlab ketgan odamlarni ro'yxatini chiqaradi. Qabulmi? Endi undan keyin ikkinchi bosqichda bizani qiladigan ishimiz nima? Bizani qiladigan ishimiz birinchi navbatda o'zimiz qilgan ishni gapirib beraman. O'zimiz qilgan ish qanaqa? Например, biz Qozog'istonga bozoriga kirmoqchimiz. Deylik. Aytaylik, sizni mahsulotingizni sotmoqchimiz. Endi men nima qilaman? Men aynan sizning yo'nalishingiz bo'yicha xuddi o'sha Magic Car kompaniyasini Qozog'istondagi представителini qidiraman. Kim bor? Xuddi shu yo'nalishda savdo qilib turgan va tochkalarni aniq biladigan. Menga дорожный karta kerak. Va uni Headhunterdan kontaktini topib turib, uchrashuv belgilayman. Kontaktini topaman, uchrashuv belgilayman. Endi keyingi 3-bosqichda muhim uchrashuvga chaqirib olish. Ya'niki unga nimadir qiymat ko'rsatib berishingiz kerak, to'g'rimi? Ya'ni hamma ham bitta telefondan uchrashib yurmaydi-ku sizlar bilan, to'g'rimi? Endi qiymatni nimada ko'rsatamiz? Topishga topdik uni. Nima deb qiymat ko'rsatamiz? Konsultatsiya. Zo'r. Yana birinchi narsa shu baribir konsultatsiyani sotib olishda. Zo'r. Ya'niki birinchi o'zingizni tanishtirasiz. Men shu 25 yildan beri O'zbekistonda faoliyat yuritib turgan Elen kompaniyasini bosh menejeriman yoki sotuv bo'limi rahbariman. Biz hozirgi etapda viloyatlarga kengayapmiz. Ya'niki maqsadimiz butun respublikani aqvat qilish. Va hozirda bizga mana shu kengaytirish bo'yicha strategik bitta konsultant kerak. Desangiz va unga aytsangizki, что strategik konsultantni kelajakda biza agar yaxshi natijalar ko'rsatsa, o'sha viloyat mobaynida qaysi viloyatda ishlasa yoki Toshkent mobaynida o'zimizga qanaqadir sheriklik pozitsiyasiga ko'rib, sheriklik yoki hamkorlik masalalarini ko'rib chiqmoqchimiz desangiz, ehtimolligi bormi uchrashish ehtimolligi? Bor. Oshadimi ehtimolligi? Uchrashuv ehtimolligi? Yaxshi. Endi savol, o'sha 10 ta kompaniyamizdan 10 ta dedik ehtimolligi, u 20 tadir, 30 tadir. Nechta xodim bilan
uchrashuv belgilashimiz ehtimolligi bor. Yoki men aniq savol bering, birinchi bo'lib nechta xodim topish ehtimolligimiz bor? Shu konsultatsiya beradigan odamni Yo'q, headhunter o'zidan, rezyumelardan. Misol uchun boyaga aytgan kompaniyalar, o'sha moyob kiradiganlar, boshqa ular katta kompaniya agentlari shtatida asosiy agentlar o'tiradi ularda. Manager po продажам, boshqa pozitsiyalarda. Misol uchun har bitta kompaniyada men o'ylayman kamida viloyatga qaraydigan 4 ta 5 ta menejer bo'lsa kerak. Bitta viloyat kesimida. Bu degani butun respublikada 50 ta 60 tadan oshadi. Har bitta kompaniyani o'zi. Qarab ko'rish kerak, to'g'rimi? Men o'ylayman bemalol 100 tadan oshadi bular. To'g'rimi? Kim ishonmaydi? Ishonch bormi? Undan keyin hech bo'lmasa 100 tasiga aloqaga chiqsangiz, kamida men o'ylayman 20 tasi nima deydi? Pozitiv javob olsangiz bo'ladi. Hop, 20 tasini chaqiring uchrashuvga 10 tasi kelsin. 10 tasi bilan nimadir hal qila olamizmi? Ya'ni bizning asosiy maqsadimiz bizda oldin qilib bo'lgan odamdan дорожный kartani olish. Ya'ni u aytish kerak. Bo'ldi, men bu viloyatda, men bu tochkalarda san qidirayotgan joylar bor. Men bilaman, gaplashganman, ishlaganman. Va u orqali kirish ancha oson sizga budjet taraflama. O'sha 10 millioningizga headhunterga bilmayman hozir 2 millionmi, do'sti shu atrofda. 2 millionni ishlatib, переговор belgilab, siz rahbar oldiga дорожный karta bilan kirsangiz, aniq qo'lingizda spravishnik bo'ladi, qaysi nuqtaga urish haqida. Tushunarli. Tushunarli? Bak. Javob bo'lim bo'lmadi. Ma'lum? Yaxshi. Qarshi chalib qo'yaylik endi. Charchab olmadingmi? Yo'q, rahmat kattakon. Xo'p, endi yana darsga tushamiz. Endi buni davom bor. Misol uchun aytaylik, biz viloyatlar kesimida undan raqamlarni oldik. Qaysi ko'chani qayerda biz qidirayotgan avtoservislar bor, to'g'rimi? Ya'niki 2,5 mingta bo'yicha umumiy raqamlar qo'limizda. Raqamlar qo'limizda. Endi biz aniqlab olishimiz kerak, bizning budjetimiz kam-ku, to'g'rimi? Bizning budjetimiz kamligi hisobiga biz aniqlab olishimiz kerak, aynan qaysi viloyatlar bizga umumiy savdoning katta qismini beradi. O'zingizning prioritetingizga mos 3 ta viloyatni tanlab oling. 1, 2, 3. Agar Toshkentda ishlar yaxshi ketib turgan bo'lsa, o'zingiz aytgandek. Undan keyin biz nima qilishimiz kerak? Qarang. Kelishuvga bog'liq mana. Aytaylik, birinchi qaysi viloyat nazdingizda yaxshi? Samarqand. Samarqand misol uchun. Samarqand. Samarqandda ishlab turgan bitta odamni topdik, aynan shu yo'nalishda. Uni qo'ydik mahsul qilib. U sekin mahsulotlarimizni sotishni boshladi. Endi qarang, hozir o'zi mana ko'pchilik tadbirkorlardan so'rang, planni hozir agentga qo'yasizlarmi yoki targoviy tochkani o'zigami? Misol uchun, agentinglar qanaqa? Mana distributsiyadasiz. Agentingiz nima qilsa ko'proq oylik oladi? Qanaqa? Aytib bering o'shani. Men agentman. Ayting. Qancha fiks olaman? Qanaqa bonuslarim, qanaqa KPI'larim bor? Bizda ko'proq mahsulot o'ziga qaratiladi. Hop. Misol uchun, men mahsulotdan sotsam, men KPI olasan, bu mahsulotdan sotsam, KPI olasan deb ko'rsatib qo'yilgan. Fiksam qancha? Fiksa endi maksimum 3 million beriladi. 3 million berasiz. Voy, 5 million deysiz. 5 milliondan 10 milliongacha oylik. Oylik общий. Zo'r. Oshirib olgan ekanmiz. Yaxshi. 3 million fiksa olaman. Hop, keyin 30 million topmoqchiman, nima qiling? 30 million topmoqchi bo'lsa, o'sha qo'ygan KPI'larimizni bajarsa. Ayting o'shani. Dayt. Misol uchun, bitta parashogimizni Parashok bor, hop. 100 millionlik savdo qilsa, o'shandan 2 million oladi. Endi savol, 100 millionni kimga sotishni vash qiziq emasmi? Yo'q, qizig'i u har bitta do'kon o'zi kategoriyasi bor. A kategoriya bor, B kategoriya bor. O'sha kategoriyaga bo'lingan. O'sha ko'rsatib o'tilgan. Mana shu kategoriyadagi do'konlar bilan yaxshiroq ishlasang, продажа mamnunchiga oshadi. Ya'ni o'sha A kategoriyadagi do'konlar bilan o'zini polkasi bor, o'ziga ajratiladigan pullari bor, aksiyalari bor. Ana shuni ustida ko'proq ishlasa, продажasi oshadi. Kategoriyani qanaqa aniqlagansizlar? ABCga. Qanaqa bo'lgansizlar? Bo'lganimizda o'sha savdosiga qarab, kelgan katta kichikligiga qarab, hajmiga. Hajmga qarab. Qaysi biri savdo, hajm? Bitta hammasini bitta qilib bo'lmaydi. Misol uchun, tabiiy, tushunish supermarketlar bor, kerak bo'lsa kichkina do'kondan kam savdo qiladi.
kichkina do'konlar bor, kerak bo'lsa katta supermarketdan ko'p. Demak, asosiy savdo. Savdo. Bo'ldi. Demak, agentga aytasiz. Mana bu A kategoriyani mana bularga menimcha sotgin deb konkretni 100 millionini bo'lib beriladimi yoki prosta tavsiya qilasizmi? Mana bular ishlab turibdi A kategoriyadagilar. Men shularni qo'yib yubormagin. Bular yaxshi ketib turibdi. Asosiy fokusingni Bga bergin. Ya'ni qanaqa bo'ladi siz bilan agent orasidagi suhbat va plan qo'yish. Mana iyun oyi keldi misol uchun. Qanaqa tartibda? Bizda oldingi oyga nisbatan hamma planlar chiqib turadi. Qaysi do'kon qancha savdo qilgan. Maykini oldingiz misol uchun. Zo'r, may oldik biz. May raqamlari chiqdi. Har bitta do'kon kesimida, to'g'rimi? Zo'r. Har bitta do'kon kesimida chiqdi. Keyinchi ana o'shani hisoblab turib plan qo'yiladi. qanaqa qo'yasiz? Mana misol uchun men shu do'konim menda 10 million savdo qildi. Bu do'konga men ikkita mahsulot sotibman. Mana bunaqa narsada bu bitta oyga qaratilmaydi. Misol uchun bizda yillik turadi. Yillik turadi. Har bittasini o'zi nima deydi, savdo o'zgarish nuqtasi bor, baribir. Har bitta do'konda. Misol uchun yoz kelganda boshqacha savdo plani bo'ladi, kuz kelganda boshqacha plan bo'ladi. Tabii. Qish kelganda boshqacha plan bo'ladi. Tabii. Misol uchun mavsumga qaraydigan bo'lsak, kuz kelishi boshladimi, bizda savdo avtomatik ko'tariladi. Chunki o'sha hamma maktabga o'qishga chiqishi boshlagani sababi o'sha ximiyaga talab oshib boradi. 100% qo'shilaman. Yana bir marta savol bering. O'shani hisobiga bizani planimiz ko'tarilishi boshlaydi. Men agentman, yana bir marta aytaman. Iyun oyi keldi. O'tgan oy oyligi 5 million chiqqan. Men kelib aytdim, aka, uylanishim kerak. 30 million oylik topmoqchiman. Siz nima deysiz shunda? Qanaqa taqsimlab berasiz? Menga yo'l chizib bering. Mana AKB degan narsa bor-da, o'sha do'konlar ro'yxatda. Masalan, har bitta rayonda 500 tadan 600 tagacha do'kon bor-da. Xo'p, bizni o'sha kuniga 30 tadan 50 tagacha do'kon taqsimlab qo'yilgan. Aylanishi shart, majbur kirish. Zo'r. 30 tadan 50 tagacha. Aha. Endi unga kirib sotish koeffitsiyenti o'ziga bog'liq-da. Bizni stabilni olamiz. Misol uchun 10 million deb belgilagan do'koningizga biz 10 million emas, minimum olamiz, 7-8 millionni hisoblaymiz. Aha. O'sha 7-8 millionni hisoblagan holda o'sha bitta agentga 300 ta do'kon примерно mo'ljallaymiz. Bir oyda bitta rayonga 2 ta agent qo'yishga harakat qilamiz. Chunki bitta rayonda 2 ta agent yursa, bu bizlarga minus. Oqlamaydi, chunki hammasini aylanishga ulgurmaydi. Ana o'shaning uchun o'sha 30 ta 300 ta do'konga sen kirganingda bizadagi bor aksiyani to'g'ri yetkazib bera olishing, mahsulotni to'g'ri joyga qo'ydirishing va vaqtida xabar olishing. Ana o'shandagina sen kerakli natijaga erisha olasan. Borasan, men falon firmadan keldim, kerakmi yo'qmi deb chiqib ketishing bu katta xato. Birinchi kiradi, do'konni aylanadi, o'rganadi, polkada qancha mahsulot qolgan, qancha sotilgan, oldingi hafta bergan mahsulotini biladi. Zo'r. Ana o'shandan kelib turib, "Aka, siz menimcha mahsulotimizni sotibsiz, byudjetingizga menimcha pul kiribdi. Agar shundan yana 2-3 baravar, misol uchun 1 baravar ko'proq olsangiz, keyin hafta kelgunimcha shundan 10 ta emas, 20 tacha sotish imkoniyatingiz bor ekan sizni. Kassangizga menimcha pul kiradi deb matematik yo'l bilan keltirib hisoblab ko'rsatib bersa, do'konchi sotilgan mahsulot emas, kelayotgan foydani o'ylaydi birinchi. Ana o'shandan keyin bo'pti, mayli 10 ta emas, 15 ta bera qo'yin deydi. Shunaqa qilib turib o'zini savdosini ko'tarishi mumkin. Yaxshi. Ana o'shandagina o'ziga kerakli bo'lgan summani topishi mumkin. Rahmat. Bizda bu yerda hadeb o'rgatib, ana qilganimiz bilan u o'zida shu narsani qilmasa, u pulni topolmaydi. Tabii. Rahmat. Xo'p, endi qarang, aytib o'tganlaridek, mana yuqorida aytib o'tib ketdilar, ya'niki ertaga biz istalgan nuqtaga agent biriktirsak, biz uni mana xodim kunlik operatsion qilgan ishi uchun, ya'niki aytaylik kuniga nechtadir vizit qildi, to'g'rimi? U minimum undan talab qilinadigan narsa va minimum harakati uchun xodim fiksa oladi. Fiksa biriktiriladi xodimga. Aytaylik, kuniga sen 20 ta tochkaga borasan, o'sha programmada, Telegramdan nimadir qilib отчет yuborasan va shuni evaziga sen 3 million fiksa olasan. Undan keyingisi sizda ertaga xuddi o'sha har bitta viloyat kesimida Samarqand deganimizdan keyin bizada
avtoservislar chiqishni boshlaydi, to'g'rimi? Endi biza boya kartani oldik-ku, qaysi avtoservislar bizada top, to'g'rimi? Biza agentni o'ziga prosta 100 million planni yuklab qo'ya olmaymiz. Biza rahbar sifatida chuqur tagigacha o'rganishimiz kerak, ya'niki mana bu do'konni o'zi balkim bitta o'zi 100 million bizga savdo qilib bera oladi. Tushunyapsan? Ya'niki agarda ertaga biza agentga prosta 100 million yuklab qo'ysak, biza tagigacha eng oxirgi nuqtagacha tushmasak, biza bila olmaymiz qaysi nuqta bizada ishladi, qaysi nuqta bizada ishlamadi. Ya'niki mana boya aytib o'tdilar, biz A, B, C kategoriyaga bo'lamiz. Xuddi shunaqa A, B, C kategoriyaga vaqt o'tib sizlar ham bo'lasizlar va siz do'konni o'ziga, ya'niki avtoservisni o'ziga plan qo'yish harakatida bo'lishingiz kerak birinchi kundan boshlab. Bu nima degani? Qarang. Misol uchun A kategoriyadagi avtoservisimizga kuniga 1000 ta mashina kiradi. Bu ikkinchisiga deylik 500 ta mashina kiradi. C kategoriyaga 200 ta kiradi. Biz agentga nima deb yuklab qo'ydik? Biz aytdikki, bo'ldi, mana shuncha savdo qilsang, mana shuncha olaverasan. Endi u davrlar yo'q. Biza oxirigacha, tagigacha chuqurlashib, biza mana bu 1000 tani ishlatishga harakat qilishimiz kerak. Ya'niki nima qilsak, mana shu 1000 tadan 1000 tasi bizadan xarid qiladi degan savol bo'lishi kerak o'zimizda. Ya'niki distributsiyani qoidasiga tushadigan bo'lsak, ishlab chiqaruvchida aytaylik 100% assortimentingiz bor qo'lingizda Elan kompaniyasida. Undan keyin o'sha distributorga aytaylik Samarqand отделениясiga 100% mahsulot yetib keldi. Undan keyin mana shu 100% mahsulot avtoservisni polkasida 100% paydo bo'ldi va 100% hammasi sotildi. Mana shu 4 ta tsepotchkani ta'minlay olsak, bu degani distributsiya yaxshi ishlayapti degani. Tushunarli. Tushuntira oldimmi? Asosiy maqsad mana bu do'kon kesimida planni aniq qilib olishimiz. Yaxshi, qisqacha razbordan nima xulosa oldingiz? Qanaqa qilib 1000 taga chiqishimiz mumkin? Qisqacha, уже сразу bu haftadan ishga kirish mo'ljallanyapti. Eng tez yo'li baribir ekspertlar orqali, ekspertlarning kontaktini shu Headhunter yoki qanaqadir LinkedIn yoki network qilib topish imkoniyati bor edi o'zi. Shu через network kimlar bilan topiladi, ular bilan переговор qilib, boyagi viloyatdagi yoki butun shu 2000 ta точкаlarni kartasini qo'limizda bo'lishi kerak ekan. Shu bo'yicha keyin agentlarga распределить qilib beriladi. Yaxshi. Eng tez yo'l shu ekan. Yechim bo'lim? Rahmat kattakon. Rahmat hammanglarga. Taxarsiga chalib qo'yaylik Abdullohga.